bir kuni shayton yo'lda ketayotsa, bir qancha erkaklar shu ayollar haqida gapirishib, ayollarning fitnasi juda yomonda, ehtiyot bo'lish kerakda deb gapirib turganmish. Boshqa joyga borsa, xuddi shunaqa mavzuda gaplarni eshitibdi. Shayton hayronmish. Eng zo'r vasvasa, makr hiyla qiladigan men-ku. Nega u ayol kishi bo'ladi? deb bir turgan ayolning oldiga boribdi. Ya'ni ko'chada turgan bir ayolning oldiga borib, haligi ayoldan so'rabdi. Bu sizlarni juda makr hiylada kuchli deb hamma erkaklar gapirib yotdi. Haqiqatan shunaqami? Eng zo'r hiyla qiladigan men-ku debdi. Shunda ayol aytibdiki, agar hiylang zo'r bo'lsa, ana shu mato tikib o'tirgan erkakning magaziniga kirganda uni ayoliga taloq berdirgan, ajrashtirgan, qoyil qolaman debdi. Shayton, bo'ldi hozir buni birpasda hal qilamiz deb haligi tikuvchining oldiga borib, u yog'idan o'tib vasvasa qilibdi, bu yog'idan o'tib vasvasa qilibdi. Ish bermabdi. Shayton hech narsa qila olmay haligi ayolning oldiga qaytib kelib, u erkak qattiq ekan, vasvasamga, hiylamga uchmadi debdi. Shunda ayol aytibdi, qarab tur debdi. Ayol haligi tikuvchini oldiga borib aytibdi. Ya'ni nozik arashma qilib, menga bir shunday ro'molcha tikib beringki, u alohida ajralib tursin, chiroyli bo'lsin, alohida bir nuqtalari ham bo'lsin deb aytibdi. Tikuvchi xo'p deb, buni nima qilasiz bu ro'molni desa, bir o'rtog'im so'rayotgan edi, yaxshi ko'rgan insoni bor ekan, shunga bermoqchi ekan, menga aytdi, bir yo'lish tushganda bitta shunaqa chiroyli ro'mol olib kelib bering deb. Xo'p deb haligi tikuvchi tikib beribdi. Buni olib haligi ayol tikuvchining uyiga bordi. Shayton bu narsani ko'rib turgan ekan. Tikuvchining uyiga borib, ayoli chiqibdi. Shu uyingizda namoz o'qib olay deb kiribdi. U ayolim mayli kiring deb haligi ayolni ichkariga olib kiribdi. Ayol haligi boyagi ro'molchani olib, o'sha erkakning ko'zi tushadigan bir joyga shunday qo'yibdi-da, chiqib ketibdi. Xullas, kechqurun tikuvchi uyiga kelibdi, haligi ro'molchani ko'rib, ayolini xiyonat qilayotganligini sezib, u ayolni haydab solibdi. Ertasi kuni shayton boyagi ayolni oldiga borib, qoyil ekan, shunday makr hiyla qilding, ajratib yording bitta oilani deb. Haligi ayol aytdi, yarashtirib qo'yaymi, ko'rasanmi debdi. Qanday yarashtirasan debdi. Hozir ko'rasan debdi. Tikuvchining oldiga bordi ayol. Yana o'sha nozik ishvasi bilan gapirishni boshlabdi. Kecha sizdan olgan ro'molni yo'lda ketayotib bir uyga kirib namoz o'qib chiqaman deb o'sha yerda qoldirib ketibman bir ayolning uyida. Kirib so'rashga uyaldi. Boshqatdan tikib bering shuni, o'rtog'imga olib borib beray debdi. Shunda tikuvchi bilibdiki, u xotini xiyonatkor emas ekan. Borib xotinini uyiga olib kelibdi. Shayton shunda ayolni makriga, hiylasiga tan berib, men sizni shogirdingizman degan ekan.